Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Alhamdulillah, mana navbatdagi obyektimizga ham yetib keldik. Navbatdagi obyektimiz Namangan viloyati Chust tumani Olmos shahrida. Navbatdagi obyektimizda qilgan ishlarimizni tanishtirishga harakat qilamiz inshaalloh. Bu yerda biz beton zinapoyalarni qilib berganmiz. Balandligi 13,5 cm dan chiqqan. Tagi tekis zina, zirkalli zinamiz, tagi tekis ko'rinishda bo'lgan. Balandligi 13,5, oyoq qo'yilganisi 30 cm. Bu yerda esa ozgina plashatkasi bor. Bitta stolga qo'yganmiz bu yoqqa. Bu yerda esa o'rtada ozgina plashatka, bu yoqda ham xuddi shunaqa zinapoya bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Zinapoyamiz o'ta chiroyli chiqqan, uyga o'ziga ham udobniy varianti bo'lib. Bu yoqda ham endi shunday. Bu yerda zapas olib ketganmiz kafel haqqini 2 cm oshiqroq, 2,5 cm ga yaqin. Bu yerda quyilmagani sababi mana bu uydagi podval ekan, bu yerdan kirgani chiqqani. Чтобы bo'lsa ham udobniyroq bo'lsin degan maqsadda yo'q plashatkasini quyilmagan. Zinapoyamiz yana kengligi 1,20 bo'lgan. Plashatkamiz ham 15 kun bo'lib qoldi biz zinapoyani o'zi quyganimizga. Qilgan sizlarga manzur bo'lsa, albatta videoni to'xtatib shu yerda ustalarni baholab ketishingni so'rab qolamiz. Kommentariyada 1 dan 10 gacha like bosib qo'yishingni so'rab qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Kimlardir qanaqadir qiziqtirgan savoli bo'lsa, opisaniyada telefon nomerimiz bo'ladi. Ekranning burchagida telefon nomerimiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Yondan ko'rinishi. Inshaalloh harakat qilamiz qo'ldan kelgancha javob bergani. Ko'pchilik bizda mana shu ko'p joyda gapiramiz yog'och masalasida. Mana hozir 10 kundan o'tdi shu yog'ochlarni turganiga. Arenda pulini hisoblaganimizda ham o'zi quyilgan netkanlari bilan o'zi bir yerda 16 kun opishi bo'ldi. Qimmat tushib ketadi. Shuni hisobiga olinadi. Razmeri har xil, misol uchun kimdir uyi 1 metr bo'lsa, kimdirki 1,20, kimdirki 1,10, kimdirki esa 1,30 shunaqa. Va hokazo. Shuni hisobiga razmerlari to'g'ri kelmaydi. Qatlarida to'g'ri kelib qoladi, mana plashatkalari to'g'ri kelib qolishi mumkin. Ehtimol juda ko'proq bo'ladi buni. Asosiy holda esa uncha to'g'ri kelmaydi. Menimcha like arzisa kerak, like bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Ko'rishingiz mumkin. Albatta o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Zinapoya qanaqa bo'lgan bu yerga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh yaxshilikda ko'rishaylik.